Assalamu alaykum hörmətli izləyicilər. Dunya Uyghur Qurultiyi tor televiziyesi kündilik xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Bugün 8-ci ayının 5-ci günü Peyşənbə. Həmmolana şu vaxtda xeyirlik bolsun. Əziz görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlər proqramımızın təfsilatında bolsun. Bu yıl 11-ci ayının 13-cü günüdən 14-cü günügəcə Çexiyanın paytaxtı Pragada ötküzülüdügan 7-ci növbətlik Dunya Uyghur Qurultiyinin vəkilliyi üçün namzat qəbul qilish xizmətləri tamamlandı. Vəkil namzatları içində yaşlarımızın və xanım qızlarımızın nisbati ilgirki qurultaylarga qaraganda alohida yuqori bo'ldi. Chunki Dunya Uyghur Qurultiyi har bir davlatda saylab chiqiladigan vakillarning eng oz 3dan 1 qismining yoshlardan va xonim qizlarimizdan tarkib tepishi lozimligini shart qilgan edi. Har qaysi ellarda ta'sis qilingan vakil saylash komitetlari butun vakil nomzodlarining tizimligi va arxivini 8 oyning 6 kuni qurultay tayyorlik komitetiga topshirib bo'ladi. Vakil nomzodlari qurultay tayyorlik komiteti, qurultay taftish hay'ati va qurultay ishki ishlar komitetining oxirgi qitimliq tekshirishidan o'tgandan keyin qurultayga vakil bo'ladigan nomzodlarga qo'yiladigan shartlar haqida Dunya Uyg'ur Qurultiyi tarafidan bekitilgan prinsiplarga mos kelgan nomzodlar 8 oyning 22 kuni butun dunyo miqyosida bir tutash holda o'tkaziladigan vakil saylamiga bevosita qatnashish salohiyatiga ega bo'ladi. Bu navbat saylab chiqilgan rasmiy vakillarning tizimligi 9 oyning 1-kuni e'lon qilinadi. Hozirgi 6-navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyi vakillarining vakillik salohiyati butun dunyo miqyosida bir tutash holda vakil saylami o'tkaziladigan 8 oyning 22 kuni rasmiy oxirlashadi. Navbatdagi qurultay rahbarlik hay'atining vazifa o'tash muddati bo'lsa 11 oyning 13 kunidan 14 kunigacha Chexiyaning poytaxti Pragada o'tkaziladigan 7-navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyining rahbarlik saylamiga qadar davom qiladi. 7-navbatlik qurultayning rasmiy saylab chiqilgan vakillari millat vakili tusini olgan alayda salohiyatga ega bo'ladi va ular o'zlari turishliq davlatlarda Dunya Uyg'ur Qurultiyiga to'liq vakillik qilish salohiyatiga ega bo'ladi. Vakillarning alohidaliklariga qarab ular qurultay qarmog'idagi har qaysi xizmat komitetlariga doimiy a'zolikka taqsim qilinadi. 7-navbatlik qurultayda vakillarga maxsus alohida ishlangan vakillik kimligi tarqatib beriladi. Qurultay rahbarlari qurultay vakillari ichidan saylab chiqiladi. 7-navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyining rasmiy vakillarining tizimligi e'lon qilingan 9-oyning 1-kunidan e'tiboran rasmiy vakillar o'zlarini qurultayning har qaysi organlariga rahbarlikka nomzod ko'rsatishga boshlaydi. Qurultay rahbarligiga nomzod bo'g'uvchilarga qo'yiladigan shartlar, saylanadigan organlar va bu organlarning salohiyati va xizmat doirasi haqidagi materiallar qurultay tayyorlik komiteti nomzodlar komissiyoni tarafidan har bir vakilga bevosita yetkazib beriladi. Undan boshqa yana 7-navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyining vakilligiga rasmiy nomzod bo'lish salohiyatiga erishgan ammo saylamda vakil bo'lib saylanmagan butun nomzodlarga kandidat vakillik salohiyati beriladi. Kandidat vakillar Dunya Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komitetining kengaytirilgan yig'inlariga va qurultay tarafidan chaqiriladigan milliy kengash yig'inlariga bevosita qatnashish salohiyatiga ega bo'lib, qurultay vakillarining ichida vafot bo'lgan, iste'fo bergan yoki turli sabablar bilan vakillikka qoldirilganlarning o'rniga kandidat vakillar to'liqlab saylanadi. Tünügün Erkin Asiya Radyosu Uyghur bölümünün nazar programmasiga taklif qilingan Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandim 7-navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyining Chexiyada o'tkazilishining sababi haqida to'xtalib mundoq dedi. Aslida Dunya Qurultiyining nizomnomasi bo'yicha Dunya Qurultiyi 3 yilda bir qatim chaqirilishi kerak. Aslida o'tgan yil 11-oyda 3 yil to'shqan. Biz qurultay tayyorlik xizmatlarini ishlab ma'lum bir yerlarga borgan, ammo sizning xabaringiz bo'lgandek 11-oyda naytı bu koronavirusi nayt shiddat bilan ko'payib ketdi. Nurg'unlagan davlatlar chegaralarni taqab sayohat cheklimlari bo'lib ketdi. Shuning bilan biz buni kechiktirish zarurati qoldik. Hatto biroz ehtiyojliroq vaksin chiqib qolsa, uningdan keyin biroz yaxshi bo'ladi degandim saqladik. Qarasak, biz o'ylagan darajada bo'lmadi. Nurg'unlagan davlatlarning chegarasi taqaldi. Shuning bilan biz buni aningdan keyin 1 yil kechiktirishga to'g'ri keldi. Shuning bilan yana o'xshash. Ham bizning uchoqimizni nima uchun Pragda ichishni qaror qilganligimizning bir qancha sabablari bor. Biri Prag, ya'ni Chex Cumhuriyetining o'zi burun kommunistik bir davrni beshin o'tkazgan, Uyg'ur xalqining bilan o'xshash qismatlarni beshin o'tkazgan, tarixiy arq ko'rinishi bo'lgan bir xalq bo'lganligi uchun bizni yaxshi tushunalaydi. Ikkinchi birisi bu shu Sharqiy Yevropa davlatlarining ichida tinchlik bilan va tiz asosda g'arb demokratik ko'z qarashini o'ziga singdiradigan va Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lgan va shundaqla demokratik fikr erkinligi bo'lgan hurmat qiladigan bir davlat. Uningki prezidenti, qurg'uvchi prezidenti Václav Havel hatto Nobel mukofoti olgan,
Uyg'urlarni yaxshi biladigan, Tibetliklarni yaxshi biladigan va Xitoy kommunistik hokimiyatini yaxshi biladigan bir odam bo'lg'achqa Chex Cumhuriyetida Uyg'ur masalasi hozirgacha ko'p qatim burungi Dunya qurultiyining raislari bo'lsin, Uyg'ur faoliyatchilari bo'lsin, bir qancha qatim Chex Cumhuriyetidagi nurg'ulg'an faoliyatlar qatnashgan. Üçüncü birisi endi bu Chex Cumhuriyetida siz bilganingizday Dunya Sharq Turkiston olib borayotgan insoniyat qarshi jinoyati va irqiy qirg'inchilikni rasmiy irqiy qirg'inchilik deb tonigan 6 parlamentning birisi. 6 parlament. Shuningga bunday bir davlatda, ya'ni simvollik ahamiyati jihatdan bu nihoyat muhim Chexda o'tkazish. Endi biz Sharq Turkiston davosini, Uyg'ur davosini Amerika, Kanada, Avustraliya, Yaponiyaga o'xshaydigan g'arb davlatlarda va shundaqla g'arbiy Yevropa davlatlarida her zaman davamlıq buni o'zimizning faoliyat markazlari qilib keldik. Ammo Sharqiy Yevropa davlatlarining bugun Yevropa ittifoqida o'ynaydigan roli va dunyoning siyosiy sahnasida o'ynaydigan roli zo'r bo'lganligi uchun bu Chex Cumhuriyeti zamonidagi bu Sharqiy Yevropa davlatiga kiradigan bir eshik bo'sog'a deb o'yladik. Hem onun başka qo'shimcha bir sebep mi? Chex Cumhuriyeti onun üstüge maddi cihetten mi başka Avrupa'nın başka devletleri qaragan çağımızda bizge biraz azanga to'xtaydi. Ya biraz azanchilik, meyli qatnash olsun, hotel olsun, muşunga o'xshaydigan bir qanchalig'an sabablar bilan Dunya Qurultiyi ijroiy komiteti bir qancha qatimliq muzokara qilish orqali mush praktika o'tkazishni uygun ko'rdik. Dunya Uyghur Qurultiyi Merkezi İşxanasının istansimizga bildirişçe Xalqaro Uyghur Sud Kollegiyasining bu yıl 9 ayının 10 kunidan 13 kunigacha Londonda o'tkaziladigan 2-chi qitimliq sotiga yangi dalil isbotlarni to'plash va yangi guvohchilarni qezib chiqish xizmatlari asosiy jihatdan tamomlandi. Dunya Uyghur Qurultiyining tashabbusi va arzi bilan o'tgan yili 9 oyda qurilgan Xalqaro Uyghur Sud Kollegiyasining tunji sotining 6 ayının 4 kunidan 7 kunigacha Londonda intayin yuqori saviyada muvaffaqiyatli holda o'tkazilishi har qaysi ellarda yashayotgan ko'plagan qarindoshlarimizga zo'r darajada ilhom va umid baxsh etgan bo'lib, hozirga qadar ko'plagan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz bas-basda qurultayga murojaat qilib, o'zlarining bu yil 9 ayının 10 kuni chaqiriladigan 2-chi navbatlik sotda guvohlik berishni orzu qiladiganliklarini bildirishgan. Mustabid Xitoy hokimiyatining bu qitimliq sotda guvohlik beradigan Sharq Turkistonlik shohidlarimizga ziyonkashlik va psixologiyalik hujum qilishining oldini olish uchun toki sot boshlangan kuniga qadar butun shohidlarimizning salohiyati maxfiy tutiladi. Dunya Uyghur Qurultiyi Merkezi İşxanasının istansimizga bildirishçe Xalqaro Uyghur Sud Kollegiyasining bu yil 9 ayının 10 kunidan 13 kunigacha Londonda o'tkaziladigan 2-chi qitimliq sotiga taklif qilinadigan chet ellik guvohchilarning hammasi degidek xalqaroga to'nilgan qonunshunos va advokatlardan tashkil topadi. Bu navbatlik sotning ommaga ochiq bo'limi 3 kun bo'ladi va sotning 4-kuni Uyg'ur Sud Kollegiyasining baholash hay'ati o'zining ishki yig'inini o'tkazib bu 2 qitimliq sotda o'ttirg'i tushgan dalil isbotlar asosida qonuniy analiz ilib boradi. Uyg'ur Sud Kollegiyasining 9 ayının 10 kunidan 12 kunigacha o'tkaziladigan 2-chi qitimliq sotining ommaga ochiq bo'limining butun jarayoni yana sizlar ko'rayotgan Qurultiyi tor televiziyasi orqali naq maydondan tarqatiladi va sotda guvohlik beradigan chet elliklarning so'zlari bevosita holda Uyg'urchaga tarjima qilinadi. Xitoy taratqullarining xabariga qaraganda Xitoy Markaziy harbiy ishlar komiteti Tibet harbiy rayonining bosh qo'mondoni bo'lgan Wang Haijiangni atalmish Xinjiang harbiy rayonining bosh qo'mondonlik vazifasiga tayinlagan. Wang Haijiangning atalmish Xinjiang harbiy rayonining bosh qo'mondonligiga tayinlanishi kuzatuvchilarning diqqatini qo'zg'ayotgan bo'lib, Xitoy hukumati 2016-yil Tibet partkomining sekretari Chin Chuanguni Sharq Turkistonga yo'tkab kelib, bu rayonda irqiy qirg'inchilik yurgizgan bo'lsa, bu qitim Xitoy generali Wang Haijiangni yo'tkab kelish orqali bu jinoyatga orqa terak bo'lish va kun sari kuchayotgan xalqaro besimni tahdid deb qarab, Sharq Turkistonning harbiy kontrolligini texmo ching tutishni maqsad qilayotgan bo'lishi mumkin ekan. Dunya Uyghur Qurultiyi Xitoy ishlari komitetining mudiri Ilshat Hasan Ko'kbir apandi bu munosabat bilan Erkin Osiyo radiosiga qilgan so'zida Xi Jinpingning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni yuqori pallaga chiqarayotganda ko'rilgan bu qitimliq harbiy qo'mondon almashtirish mohiyatda lager siyosatining bosh ijrochisi bo'lgan Chin Chuanggoning texmo yuraklik va qattiq qo'lliq bilan ish ko'rishiga o'ng'aylik yaratish rolini o'ynaydiganligini ifoda qildi. Kuzatuvchilarning qarashicha rayonlar vaziyati davolg'ushga to'layotgan. Siyosiy o'rinlashtirishda zo'r o'zgarishlar o'ttirg'i chiqayotgan. Xitoy hukumatining harbiy jihatdagi andishasi eshiyotgan. Shuningdek Xitoy hukumatining harbiy kontrollik orqali umumiy vaziyatni o'z tizginida tutib turish istagi kuchayotganda ko'rilgan bu qaror amaliyotda Xi Jinpingning Sharq Turkistondan ayrilib qolish andishasini ifodalaydi ekan. Chunki butun Xitoy miqyosida harbiy o'rinlashtirish orqali o'zining mustahkam kontrolligini kapolatga ega qilayotgan Xi Jinpingning Sharq Turkistondagi harbiy qismlarning bosh qo'mondoni uchun o'zining eng ishonchli va qobil generallaridan birini tanlashi aniq ekan. Texmo muhimi Sharq Turkiston Xitoy hukumatining g'arbga kengayishidagi muhim baza bo'lib, uning bu qadar muhim strategiya
strategiyalik qimmati hargizmi u joydan chiqayotgan tabiiy boyliqlardan kam emas ekan. Texmi muhimi Xitoy hukumati kelgusida duch keladigan harbiy to'qinish bir bo'lsa Xitoyning dengiz tavalligida, bir bo'lsa Sharq Turkistonda borliqqa kelishi mumkin ekan. Bundaq ahvolda Xitoy hukumatining atalmish Xinjiang harbiy rayonining bosh qo'mondonini almashtirishi alohida muzokara qilishdan o'tmay turib ishga oshmaydi ekan. İdris Hasan Marrakeshda qo'lga ilingandan buyon dunyoning har qaysi joylaridagi kishilik huquq faoliyatchilari va xalqaro kishilik huquq organlari İdris Hasanning qo'yib berilishi uchun Marrakesh hukumatiga chaqiriq qilmoqda. Turkiya bexatarligidan tashvishlangan 33 yoshli kompyuter injeneri İdris Hasan Marrakesh orqali Yevropaga ketish uchun 19 iyul Istanbuldan Kasablankaga borgan bo'lib, Marrakesh xavfsizlik idorasi İdris Hasanni qo'lga olgan edi. Reuters agentligining 3-avgust xabariga qaraganda Marrakeshdagi kishilik huquq faoliyatchilari Marrakesh doiralarini İdris Hasanni Xitoyga qaytarib bermaslikka chaqirgan. Marrakeshdagi Omdin huquq tashkilotidan Xadicha xonim Reuters agentligining ziyoratini qabul qilib mundaq degan: "Biz Marrakesh hukumatini o'zlari imzolagan xalqaro qiyin qistoqqa qarshi turish ahdnomasiga rioya qilishga va İdris Hasanni Xitoyga topshirib berishdan saqlanishga chaqiramiz." Xitoyda İdris Hasanning qiynashga uchrash xavfi bor. İdris Hasan 19 iyul kuni Marrakesh xavfsizlik doiralari tarafidan Xitoy hukumatining talabi bilan qo'lga ilingan bo'lib, Marrakesh doiralari İdris Hasanning xalqaro soqchi tashkilotining qizil toshliq tutish buyrug'i sababli qo'lga olganligi to'g'risida bayonot e'lon qilgan edi. 2 avgust kuni xalqaro soqchi tashkiloti İdris Hasan delosiga qaytadan qarab chiqadiganligini jakarlab, qizil toshliq tutish buyrug'ini to'ngiltib qo'ygan. İdris Hasan Türkiye xavfsizlik tarmoqlari tarafidan bir qancha qitim qo'lga ilingan bo'lsa-mu, adliya tarmoqlari tarafidan oqlanib qo'yib berilgan. İdris Hasanning advokati Maril Kandir Reuters agentligiga bu vaqtda so'z qilib mundaq degan: "Xitoyning ayblashida paket yo'q. Turkiya adliya tarmoqlari uni 3 qitim oqladi va Turkiya İdris Hasanni o'tkazib berishni rad qildi. Navbatda İdris Hasan texnicha karantin tadbirlari ostida tutib turilayotgan bo'lib, uning advokati bizga İdris Hasanning delosi haqida yangi bir ilgirlashning bo'lmaganligini bildirdi. İdris Hasanning navbatdagi ahvoli dunyodagi danglik axborot vositalari tarafidan xabar qilingandan keyin xalqaro kishilik huquq tashkilotlari va ba'zi g'arb davlatlari siyosatchilarining diqqatini qo'zg'agan. Kuzatuvchilarning qarashicha Marrakesh hukumati İdris Hasan delosi sababli qattiq besimga duch kelayotgan bo'lib, bu xil ahvolda Marrakesh hukumatining İdris Hasanni Xitoyga qaytarib etish ehtimolligi tuvan deb qarashga bo'ladi ekan. Tokyo shahrida yozliq olimpik musobaqasi o'tkazilayotgan bu kunlarda Amerika, Angliya qatorliq davlatlardagi siyosatchilar va har soha zotlarining 2022-yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasini Xitoydan boshqa joyga yo'tkash talablari borgan sari kuchaymoqda. New York pochtasi gazetining xabar qilishicha, Amerika davlat axborot organining sobiq bosh nazoratchisi John Ratcliffe kelar yil 2-oyda Xitoyda o'tkazilish planlangan qishliq olimpik musobaqasini boshqa joyga yo'tkashga chaqirgan. U koronavirusining yomrishiga sabab bo'lgan va uning manbasini tekshirishga to'sqinlik qilayotgan Xitoydagi bir davlatning tinchlik, do'stlik va sog'lomlikni bosh tema qilgan olimpik musobaqasida xalqaro faoliyatni o'tkazish salohiyati yo'qligini bildirgan. U mundaq degan: "Dunya shundaqla xalqaro olimpik komiteti koronavirusini aniqlash masalasida ochiq bo'lmagan va uni aniqlashni rad qilgan Xitoy hukumatining bu cho'ng xalqaroliq faoliyatga sohibxonlik qilishiga yo'l qo'ymasligi kerak." U yana bu musobaqani o'tkazish fursati Xitoyga berilgan taqdirda xalqaro olimpik komitetining obraziga og'ir ta'sir yetadiganligini bildirgan. U mundaq degan: "Xalqaro olimpik tanharkat musobaqasining do'stlik, fazilat, hurmat, boturlik, iroda, ilhom, barobarlik qatorliq 7 turli qimmat qarashi bor. Xitoy kommunistlarining virus manbasini yushirishi ularning dunyo xalqining do'sti emasligini yana bir qitim isbotlaydi. Ular haqiqatni yushirishga uringandan boshqa yana hech qanday olg'a intilish irodasini namoyon qilib boqmadi. Ular koronavirusining ziyonkashligiga uchragan millionlagan insonlarga hurmatsizlik qilishni davom qildirmoqda. Shundaqla ularning qilmishlariga boturlik bilan qarshi chiqa oladiganlarga zarba berishga urinmoqda. Dunya Uyghur Qurultiyi chet ellarda yashayotgan butun Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni bu yil 9 oyning 10 kunidan 13 kunigacha Londonda chaqiriladigan xalqaro Uyghur sud kollegiyasining 2 qitimliq sotining muvaffaqiyatli o'tkazilishi uchun moddiy jihatdan yordam berishga chaqirdi. Muhojirat tariximizdagi eng zo'r, eng ahamiyatli hodisalarning biri hisoblangan Uyghur sud kollegiyasida sizningmi bir kishilik hassangiz bo'lsin. Bergan $1 ozlik qilmaydi. Tarix betimizga ismingiz oltin harflar bilan xotirlanadigan bu qimmatli fursatni qochirmang. Yordamingizni tövandagi hisob nomeriga bevosita yo'llasangiz yoki Qurultiyi fondining mudiri Abdujilil Ahmad apandi bilan bevosita aloqalashsangiz bo'ladi. Aloqalashish nomeri 0049 176 28 58 0160. Hürmetli televizyon köyüçüler. Yuqorida Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər proqrammisini diqqətinizə sunduk.
Keyingi qitimliq programmamiz ko'rishayli. Ko'rishgacha omon bo'lg'aysizlar. Xayr xo'sh.